Assalamu alaikum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırnama namlıq romanının davamını anlığaysızlar. Kun kech bo'lib qolgan Yangishahar qal'asi allaqachon taqilib bo'lgan edi. Muhammad Haydar Mirza bu kechini tasti tongga uladi. Sultan Yunusxon bilan ko'rishib, Xonzoda Ahmadxonni sar-amirlikka tavsiya qilish xiyolidanmi voz kechdi. Bomdod namozini diqqatini yig'ib o'qiy olmadi. Nashtig'imi ko'ngli topmadi. Ali Shukurbek bilan Mirza Qamirdan do'qlatlar ko'rsatgan tadbir bo'ldigandek qiladi. Xon oliylarining ko'ngli hozir joyida emas. Taklifimni qabul qilmasligi, kichkina bolaga ig'ir mas'uliyatni yuklab qo'yib, o'zini mushkulotdan qochirmoqchi deb mendan ranjib qolishi mumkin. Uningdan ko'ra Xonzodaga ahvolni day. Qaysi kundagi suhbatdan uning xeyli jigiri bor, ishining holiga yetadigan yigit bo'lib yetishganligi chiqib turibdi. Cho'qim taklifimga ma'qul bo'ladi. Xon oliylari yo'lga chiqib bo'lguncha Koni shahar qal'asida turpasa, lashkarlar shaharni bo'lang-to'lang qilishga hargiz petilolmaydi. Muhammad Haydar Mirza Xonzoda Ahmadxonga chaparman avatdi. Xonzoda keldimi? So'radi u bir oz pishimdan keyin qaytib kelgan chaparmanga. Xon oliylari Xonzodaga safar lozimatliklarini hozirlashni buyurgan ekan, sar amirga yetkazib qo'y, kechikkanda namozgar vaqtigacha yetib borman deydi. Muhammad Haydar Mirza eg'ir pushildadi. Vujudida g'alyon ko'targan gumon tashvishlar bag'an siri kuchayib ketgan edi. Ilojisiz kutishga majbur bo'ldi. Saroydan chiqishga ko'ngli totmadi. Xonzoda Ahmadxon bergan va'dasiga amal qilib, namozgar vaqtidan burunroq Koni shahar qal'asiga yetib keldi. On hazratimga Xonzoda bilan kelishgan muddani deyishga faqatli fursat bo'lmadi. Mana endi oliylari tuyuqsiz safarga jabdundi. Ishonchli ma'lumotlarga qaraganda, lashkarlar shaharni bulang-tolang qilib, ondan yo'lga chiqqadik, dedi Muhammad Haydar Mirza muddasini qisqilib bayon qilib. Bu mumkin emas, dedi Xonzoda Ahmadxon keskin qilib. Balkim bu birovlarning topgan fitnasidir. Nalimi o'z shahrini o'z lashkarlariga bulatqizdigan ish bor ekan. Bu mumkin, Xonzoda. O'z vaqtida Abu Bakr Mirzamo Qashqardagi vaqtida o'z qasrining lashkari divoniga sarvozlarga, mahkamadagi yosh xizmatkorlarga qasddan bulatqizatdi. Shul chaqda men uni ichki pushug'ini chiqarish uchun o'ynagan o'yinim ekan debdikanman. Keyin u ash usul bilan bir qism sarvoz mulozimlarning ko'nglini tutib, o'ziga rom qilib, yomon niyatini amalga oshirishga asos solgan ekan. Bundaq deyish orqali xon oliylarini ul-tuz ko'rbadirakka o'xshatmoqchi emasman. Ammo xon oliylarining beshig'imi eg'ir kun keldi. 3 tuman lashkardan ilkida oshi necha ming lashkar qoldi. Ha deganda ularning ta'minotini bermay qisilib qelyapmiz. Xazinami quruqtilib qolay dedi. Buni bir xon oliylari, bir xazinachi bey, yana biri malla bilaman. Boshqa amirlar faqatli bilmaydi. Hozir xon oliylari uzoq safarga otlanyapti. Mushundaq sharoitda lashkarlarning ta'minotini to'liqlab berish, hatto ularni tortiqlishi kerak edi. Shundoq qilsa lashkarlarning sadoqati oshadi. Xon oliylari hargizmi qarab turib lashkarlarga shaharni bulatmaydi. Ammo lashkarlar shundoq niyatga kelib qolsa, ko'zni yumib sukut qilishi mumkin. Bu yanada saltanat uchundir. Ammo shahardagi ra'yat bo'lang-tolang quchirsa, cho'qim ko'ngli og'rib, bizdan ro'yi qaytadi. Navoda Mirza Abu Bakr lashkar tortib kelib qolsa, bizdan yuz o'rishi, ichidan moslashib shahar darvozasini echib berishi mumkin. O chaqda oqsunini saqlab qolamaymiz. Xonzoda Ahmadxon bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin beshini ko'tardi. Undaq bo'lsa, men janoblarga yenilib qolay. Ma'lum bo'ldi ekan, men lashkarlar shaharni bulashga petin olmaydi. Kaminalarning Xonzodamni chaqirtib kelishidagi muddasi shul edi, dedi Muhammad Haydar Mirza yengil tin ilib. Biroq oliylardan ijozatsiz ayrilib qolib qolsalar ayibga beriydi. U chaqda Mo'g'lay shahrining sar amirlik ishimi sug'chilisharmikin deb ansirayman. Ul martuni mayli men, mayli sizlar tutsalar, baribir maqsad mudda saltanat uchun bu ishni tilga olmaydi. Hozirgi muhim ish
avam rəiyyətini bulang-talangdan saqlab qelish. Xotirjam bo'lsizlar, hamma ishqa o'zim ega. Muhammad Haydar Mirza Xonzodaning bu mardligidan ham ta'sirlandi, ham suyundi. Xonzoda Ahmad xonning tuyuqsiz g'oyib bo'lib ketishi, ati tong saharda safarga chiqishga niyat qilgan Sulton Yunus xonni jeli qilib qo'ydi. Uni izlab tepishga taraf-tarafga choparman mang'izdi. Sizlar Xonzodani nerdan bo'lmasin tep kelinglar. Barliq amirlar, sarkardalar, yuzlikdan yuqori sarvozlar darhol saroyga jami bo'lg'ay. Muhim kengash bor. Yuzlikdan yuqori degani 105dan yuqori debdi izohatda. Sulton Yunus xonni ig'ir g'am besib olgandek, kollasini hal qilmoq tas bo'lgan chekish masala chirmib olgandek qiladi. U harg'in holatda ko'zni yumg'unicha taxtga yo'landi. Shahnishinga bir-birlab kirib kelgan amir sarkardalar uning oromini buzib qo'yishdan ehtiyot qilib jimjit turishadi. Kelishga tegishliklarining hammasi kep bo'lgan edi. O'daychibek xonni uyg'otishga petinolmay yengil yo'tilib qo'ydi. Yunusxon asta ko'zini ochib amirlarga takshi nazar tashladi. Amirlar qaddini ruslab salom berdi. Assalomu alaykum, adolat panohimizga ehtirom bo'lg'ay. Va alaykum assalom. Ijozat, joy olsinlar. Qabligohimiz marhamatlidir. Amirlar martabasi bo'yicha o'ltirishdi. Shahnishin 100dan ortiq mahramlar bilan liq to'lgan edi. Xazinachi bey, labbay qabligohim. Xazinchi bey dast o'rnidan turib bir qadam oldiga chiqdi. Amir sarkarlarga hamyonlarni tarqitib bersinlar. Xazinachi bey 10 patnosga tizilgan teri hamyonlarni mulozimlarga ko'tarib bir-birlab tarqitib chiqdi. Hamyonning ichida nima borligini bilishga qiziqqan amir sarkarlar hamyonning sirtidan mujib baxti va xonning nima maqsadda tuyuqsiz hamyon tarqatib kelib qolganligini bilolmay bir-biriga yer tegidan qarshi oldi. Janobi amir sarkardalar, suyimlik bahodirlarim, dedi Sulton Yunusxon o'rnidan turib. Sizlar buyuk saltanat uchun mushaqqatlardan qo'rqmay, kollonglarni qo'ltiqinglarga qisib qo'yib, qon kechib jang qilib, nurg'un ajr to'pi ko'rsatdinglar, ham el yurtning beshiga eg'ir kulfat tushgan, toji taxt xavfda qolgan paytda sadoqat, vafoni afzal bilib, bizlar kim xonu xoqoninglar bo'lmish, posiboninglarni tashlab etmedinglar. Buning uchun sizlardan cheksiz minnatdorman. Hala bugungi kunga kelganda ashu sadoqat, jasoratinglarni mukofotlash u yoqda tursin. Sizlarning emas, lashkarlarning ta'minotiga kafolatlik qila olmadi. Shul topda qo'linglardagi hamyonda nima borligiga qiziqyapsizlar. Sizlarga aytib beray. Har 105ning qo'lidagi hamyonda 110 dona kepaki. Har 15ning qo'lidagi hamyonda 20 dona kepaki. Har bahodir Arslan, Haydar, Pahlavon, shirmartulik sarkardalarning qo'lidagi hamyonda 30 dona kepaki. Har o'rinbosar amirning qo'lidagi hamyonda 40 dona kepaki. Har amirning qo'lidagi hamyonda 50 dona kepaki bor. 105lar qo'linglardagi 110 dona kepakidan 10 donasini o'zinglarga ayirib olib, qolganini lashkarlaringlarga bir donadan ulashtirib beringlar. Kepaki degan mispul, eng kichik pul birligi debdi izohatda. Sulton Yunusxon gapini to'xtatib bir bas turib oldi. Amir sarkarlar xon oliylarining nemishqa o'zlariga kepaki tarqatganligini bilmay tengirqab kelishgan edi. Qo'linglardagi bu pullar odatga kepakilardan emas. Men buni necha kundan beri alohida buyurtib, har bir kepaki yuziga muhrimni tushirib qo'ydirib chiqdim. Nemish shunday qildim? Chunki xazinada sizlarga bagidek hech nima qolmadi. Ammo ati safarga chiqamiz deb turyapmiz.
Garchi sizlar sadoqatman bahodirlarim, mening bu qiyinchiligimni tushansanglarmi, boriga qanoat qilsanglarmi, lekin lashkarlarning tushanmiki tas. Ular ordu xazinasida pul qolmabdi desa hargiz ishonmaydi. Anglashimcha, bir qism lashkarlar bugun kecha shahardagi ra'yatni bulang-talang qilib, oz to'la mol dunyo g'animat elib ondan safarga chiqish muddasida ekan. Dastlabda bu xabarni anglab cho'chib ketdim. Keyin xijil bo'ldi. Nomusdan yuzimni ko'tarolmadim. Lashkarlarimning maosh ta'minotiga kafolat qilolmagan mendek hukmdorga bu masxarma ozlik qiladi. Bundaq ahvolda ularni to'sishga nima haqqim bor deysizlar? Yunusxon gapini to'xtatib Amir sarkarlarga qaradi. Ularning beshi allaqachon pastga tushib ketgan, vujudining xijillik, nomus tuyg'ulari chirmavagan edi. Lekin, dedi Yunusxon gapini davomlashtirib, lashkarlar bo'lmoqchi bo'lgan ashura'iyatning ilkidimi pulga yorg'idek besat yo'q. Necha oydan beri ular bor yo'qini lashkarlarni beqishqa sarf qilib tugatdi. Mushundaq ahvol ostida ular bo'lang-tolang uchirsa, o'lmakning ustiga tepmak bo'ladi. Saltanatdan ro'yi qaytadi. Ag'yorlarimizga moyil bo'ladi. Natijada Oqsuv shahrini qo'ldan berib qo'yamiz. Shunga ilojisiz mushu chorani o'ylab topdim. Mundaqcha aytganda, qo'linglardagi ashu kepaki sizlarga yezib bergan qarz o'jitim bo'lib qolsin. Vaqti kelganda har bir kepakini 10 tillardan setib olaman. Ahvol shu. Bundan ortiq so'zligimmi yo'q. Har qaysinglarning lashkarlaringlarni qoyil qila oladiganliklaringga ishonaman. Navoda lashkarlar qoyil bo'lmay avomni bulash niyatidan yonmasa, avval mening o'rdamni bulsin. Faqat uchamdagi mushu to'nim bilan qolsam roziman. Ham o'zimni cheksiz baxtiyor his qilaman. Hayajonlangan Sulton Yunusxonning ko'ziga liqqida yosh keldi. Shu hamon Amir sarkarlarning orasida o'pki degan xitildigan ovozlar anglandi. Oliylari, adolat panohim, deydi Amirlar o'pki deb turib. Biz tovuq qildik. Avomni bulash lashkarlarning emas, bizning muddaimiz edi. Lashkarlarga ta'minot tarqitib beramaganligimiz uchun ashundaq niyatga kelgan edik. Bizni kechirsilar. Yomon niyati bo'lganligimizdan nomus qilyapmiz. Bo'ldi. Bu kepakilarni biz olmaymiz. Ammo lashkarlarga bir taldan tarqitib beraylik. Beshimiz tenimizda amonli bo'ladi ekan. Buyuk saltanat uchun jenimiz pido. Amir sarkardilar qo'llaridagi hamyonlarni bir-birlab kelib xazinachi begning oldiga qo'ydi. Meni tushunganinglarga ko'p rahmat, dedi Sulton Yunusxon hayajonlangan holda. Inson uchun nafsidan qudratli dushman yo'qdir. Sizlar hozir o'sha qudratli raqib ustidan g'olib keldinglar. Ishonchim komilki, bundaq jasoratga ega bahodirlar bilan har qanday qudratli yovni bosh egdirgili bo'ladi. Bu himmatinglarni hargiz unutib qolmayman. Amisi chiqib lashkarlarni xotirjam qilg'aysizlar. Alloh xolisa, at bomdoddan keyin yo'lga chiqamiz. Xon oliylari omon bo'lg'aylar. Ular Sulton Yunusxon bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Lekin atisi bomdoddan keyin yo'lga chiqish Sulton Yunusxonga nasib bo'lmadi. Xonzoda Ahmadxonni izlab ketganlar bir-biridan yomon xabarlarni aytgan edi. Xonzodani Sar Amir Muhammad Aydar Mirzo tutqun qilib Ko'n qal'aga qamab qo'yibdi. U xon oliylari Amirzodamni qaytirib bersa, ondan xonzodan qaytirib berman degidek. Sar Amir xon oliylari Amirzodamni to'rg'oq qilib oldi degidek. Oqsuv shahrini Mirzo Abubakirga topshirib berishga tayyorlanib yetibdi dek. Shaharning darvozasini butunlay taqib olibdi.
Sepil üstüge lashkarlarini chiqarib jangga tayyorlik ko'rib etibdi. Sultan Yunusxonning beshi qayg'andek bo'ldi. G'azabdan tishlari g'uchirladi. Ammo Muhammad Haydar Mirzaning bundoq qilishiga yanada ishonmadi. Bu xabarni Mo'g'ullar amir mahkamasidagi yilqi kod-kod amirlar tarqatgan edi. Sultan Yunusxon haqiqiy ahvolni aniqlab kelish uchun Chaparman avatdi. Lekin Chaparman Ko'ni shahar qal'asiga kirolmay qaytib keldi. Ilojisiz xat yozib avatdi. Ammo kashkicha saqlabmi xatning javobini ola olmadi. Shu topda ham g'azablangan, ham umidsizlangan Sultan Yunusxon Xonzoda Ahmadxonning Muhammad Haydar Mirzani javob xat yozishdan to'sib qolganligini xiyoliga keltirmaydi. Hergiz javob yozmaslar sar amir, dedi Xonzoda Ahmadxon. Ish bu darajaga yetganda bu voqeani xon otamga xat yozib ishontirmak tas. Ishonmaslik mumkin. Hozir xon otam safarga chiqishga oldirayotdi. Balkim saqlab berishga taqat qila olmay yo'lga chiqib ketar. Keyinchi oldirmay tushuntirib olamiz. Muhammad Haydar Mirza Sultan Yunusxonning g'azab qilishidan ansirab tursin, Xonzoda Ahmadxonning gapini yer olmadi. 3 kun saqlagan Sultan Yunusxonning taqati chekiga yetdi. Onun sizmi bir qism amir sarkardilar Muhammad Haydar Mirzadan yomonlab berib, Ko'ni shahar qal'asiga hujum qilish taklifini berib o'tdi. Ko'ni shahar qal'asini qamal qilinglar, lekin hujum qilishga oldirmanglar. Farmon berdi Sultan Yunusxon. Shunday qilib, safarga tayyorlanib turgan lashkarlar Ko'ni shahar qal'asini qurshib oldi. Ishning kutganidek natijalanmay, aks ta'sir berib yo'g'inab ketganligini his qilgan Muhammad Haydar Mirza Yunusxonning oldiga berib ko'rishishga jur'at qilolmadi. Shu topda u lashkarlar shaharni rostila bulang-talang qilgandek to'yg'iga kelib qolgan edi. Jahli qotgan Sulton Yunusxon shaharni qamal qilishni faqatla bo'shatmadi. 40 kun ana o'sha tarzda o'tib ketdi. Atiyaz fasli bo'lg'achqa shahar aholisining oziq-to'ligi qolmagan edi. Qamal qiling'achqa dehqonlar, ravandilar shaharga sotqili oshliq elib kirolmadi. Ocharchilik yuz berishga boshladi. Shahar xalqi avval purchaqdek, qo'noqdek bo'lishga boshlagan o'rik xo'rlarni, ondan o'rik, uzma g'ozonlarni yeyishga majbur bo'ldi. Kunda degidek g'oza anglanadi. Ilojisiz qolgan puhralar shahardan qochishga boshladi. Xonaton paylidan yonadigandek emas, dedi tirkishib turaversa, texmi ig'ir oqibatning kelib chiqishini mo'ljallagan Ahmadxon. Men chiqib xonaton bilan ko'rishib ahvolni tushundiray. Sizlar xabarimni kutsizlar. Buningdan boshqa amal yo'qligini his qilgan Muhammad Haydar Mirza ma'qul deyishga majbur bo'ldi. Mayli Xonzoda ahvolni tushuntirib baqsin. Mayli Xonzoda ahvolni tushuntirib baqsin. Boshtil xon oliylarga ahvolni ochiq aytsam bo'pti ekan. Xon oliylar nima deb qolgandi? Hujum qilmagan bilan shaharni ajab qattiq qamal qildi ya. Xonzodani ko'rib lashkarlar paylidan yong'andi. Sepilning ustiga lashkarlarni tushirib etay. Shahar darvozasini ochqizib etay bo'lmasa. Ular bizning xon oliylari bilan qarashish muddaimizning yo'qligini bilib qolsin. Balkim qamalni bo'shatib chekinibmi ketar. Yilg'icha Xonzoda oradagi o'xshmaslikni tushuntirib bo'lgandi. Muhammad Haydar Mirza buyruq tushirib shahar darvozasini ochqizib etdi. Nihoyatim afsuski, u xatolashgan edi. 40 kundan beri shaharni qamal qilib zerikkan xon lashkarlari shahar darvozasining ichilganini ko'rib, farmon kutmayla shaharga bostirib kirdida bulang-talang qilishga boshladi. Shul topda ular shaharni jang qilib oldik, bulang-talang qilishimiz yo'lliq deb o'ylagan edi. Chunki jang qilib olgan shaharni bulang-talang qilish azaldan davomlashib kelayotgan an'ana edi. O'g'lining tushuntirishlarini anglab o'ltirgan Sulton Yunusxon lashkarlarning shaharga hujum qilib kirganligini anglab qattiq cho'chib ketdi. "Farmon! Lashkarlarni avomni bulang-talang qilishdan qat'iy to'sib qo'yinglar." Xonzodadan boshlab xonning dargohiga kirgan sarkardalar allaqachon kechikkan edi. Ular har qancha qilibmi quturgan lashkarlarni to'sib qololmadi.
Açarçılıqda ilk qurğan şəhər xalqı bu bulang-talang'a qarşılıq göstəriş u yoqda tursun, pərvasızlıq bilan qarab turishdi. Hamma balaning beshi Muhammad Haydar Mirzo deb tushungan sarkardalar uni tutib bog'lig'inicha Sulton Yunusxonning oldiga elib keldi. Sar amirni bog'lashga petingan kim? Darhol bo'shitib etinglar. Sulton Yunusxon vaqirg'inicha berib Muhammad Haydar Mirzoni bog'laqdan o'z qo'li bilan yechdi. Muhammad Haydar Mirzo o'kirab yig'lig'inicha tizlandi. Oliylari, bir qo'shiq qinimdan kashkaylo. Sulton Yunusxon uni yo'lab turg'izdi. O'ttirimizdagi mehr muhabbat, ishonchga nemishqa ko'ngil to'xtatolmagandilar sar amir. Çoğun amirzodalarini Xonzoda Mahmudxonning dargohiga avatishmi, silin xijolatchilikdan qutuldirish uchun edi bu. Nemishqa menga ishonmay, oshu beaql suxanchilarga ishonidilar. Kichik Xonzodani yonlarida epqoqlari bo'lsa, ko'ngillardagini da'vaslab bo'ladi-ku. Qachon bir silining talab iltimoslari rad qilgan yerim bor. Mana qarab turib o'z lashkarlarimiz, o'z puhrolarimizni bulab toladi. Mush ishning oldini olish uchun qanchalik tirishchanlik ko'rsatgan edim-a? Muhammad Haydar Mirzo buqildab yig'laverdi. Og'zi kechirsilar oliylari, aqlsizlik qilibdiman degandan boshqa gapga kelmaydi. Silini ayblayversam bo'lmas. Bu ishda Xonzodaning bir ulush mas'uliyati bor, dedi Sulton Yunusxon hasrat bilan. Endi bo'lg'uliq bo'ldi. Pushaymon qilsaqmi o'rniga kelmaydi. Xonzoda Ahmadxonni yonlarida qoldirib qo'yay. Lekin u sizlarga o'rin bosar bo'lsin. Bu vayronchilikni ikkilar bir taraf qilishsinlar. Men safardan qolmay. Shahardagi avomning ilki qurib ketdi. Uni ozdab bulang-talang'a uchiradi. Buğday o'rimiga yana xeyli vaqt bor. Bundaq ahvolda Oqsuda qandoqmi turg'uli bo'la? Navoda Mirzo Abubakr lashkar tortib kelib qolsa, taqobil turmoqmi basi mushkul, dedi Muhammad Haydar Mirzo beshini to'van egib. Sar amir janoblar rost aytdi ota, dedi Xonzoda Ahmadxonning so'z qaytib. Endi Oqsu shahrida turg'uli bo'lmaydi. Avomning ko'ngli bizdan butunlay sovib ketdi. Sulton Yunusxon birdan o'ylanib qoldi. Muhammad Haydar Mirzoning gapi to'g'ri edi. Bundaq vayronchilikda Mirzo Abubakr lashkar tortib kelib qolsa, hargizmi taqobil turg'ili bo'lmaydi. Ahvoldan qaraganda Oqsudan voz kechmay amal yo'q deb qiladi. Hozircha Mirzo Abubakr degan bu tuzkor badbaxt rosa xushal bo'lib ag'ashtirsin. Turpanga billi ketaylik. Bu yerdan ili, Yattisu, Turkistonlarga billi berib, Ko'g'lim Umar Shayx Mirzodan ko'maklashishga lashkar ilib, Qashqarga ondan lashkar tortib kelaylik. Shart shulki, Mo'g'lay suyarning sar amirligidan oldirab voz kechmasinlar. Qibligohimiz himmatlikdir, dedi Muhammad Haydar Mirzo ko'ziga liq yosh elib. Shundoq qilib, Sulton Yunusxon Oqsu shahrini tashlab, Turpanga qarab yo'lga chiqdi. Bundan xabar topgan Mirzo Abubakr Oqsu shahrini kuchmayli ilkiga oldi. Sulton Yunusxon Oqsuni tashlab chiqqandan keyin Kuchada qisqa muddat to'xtab, Mirzo Abubakrning yo'lini to'sish uchun Kuchaning mudofiyasiga cholish, ko'nchi bayligidan lashkar, xarajat yo'tkadi. Ondan safarini davomlashtirib, bir tarafdan hukumat ishlarini surishtirish, yana bir tarafdan el yurtni oralab, har qaysi viloyat, oymoq, tumanlardagi amirbeglar, el ra'yatga o'zining hayot ekanligini bildirish, qisqasi Mirzo Abubakr isyoni sababidan tavrinib qolgan hokimiyat asosini mustahkamlash, el yurtda paydo bo'lgan fitna fasodlarni tinchitish uchun noyitimi ko'p tirishchanlik ko'rsatdi. Qomul, Ortürük, Bargül qatorliq viloyat oymoqlarni ko'zdan kechirib bo'lguncha sovuq tushib ketganligi uchun qaytib kelib Turpanda ishladi. Bu chaqda Mo'g'lay vodisining ko'p qismini qo'lga kirgizib olgan Mirzo Abubakr Oqsudan Kucharga lashkar tortishga oldirmay, uch qal'asiga hujum qildi. Ammo
2 oy tirkishibmi ololmadi. Chalish degan qora shahar debdi izohab. Aqsuda bir qism sarkar lashkarlarini qoldirib Qashqarga qaytib ketdi. Chunki u Sultan Yunusxonning Farg'onadagi kuyog'li Umar Shayx Mirza bilan birlashib Qashqarga qayta hujum qilmoqchi bo'lganligidan ayg'oqchilar orqali xabar topgan edi. Sultan Yunusxon qishni Turpanda o'tkazdi. Oltindog' etaklaridagi Keriya, Charchan, Chaqiliq beglari, Tarim, Lob, Ko'nchi vodisidagi Amir beglar qishning qattiq sovuqiga qaramay Turpanga kelib sadoqatini bildirdi. Eli Yettisu vodisidagi bepoyon yayloqlarda bo'lsa, Cho'ng xonzodasi Mahmudxon bir necha yildan beri xeyli mustahkam asos tiklab olgan edi. Shunga bu taraflardan ancha voyim yeb ketmaydi. Turpanda ko'klam azaldan burun boshlanadi. Butkul Asiyada Mirza Abubakr isyonini tinchitib, Mang'laysuyar vodisini qaytarib olishda qolgan Sulton Yunusxon teriklab xotli bo'lish amanla safar tayyorligiga kirishdi. Lashkariy divonning hozirliklari qanday bo'ldi, Sar Amir? Sulton Yunusxon Turpanga kelgandan keyin Muhammad Haydar Mirzani Lashkariy divonning amirligiga tayinlagan va bu orqali Aqsuda yuz bergan nizoni ko'nglidan chiqarib o'tganligini bildirib, uning ko'nglini xotirjam qilgan edi. Qibligahimizga ma'lum bo'lg'ay, dedi Muhammad Haydar Mirza. Lashkariy divonda hozir 2 tuman lashkar jami bo'ldi. Har qaysi viloyat, oymoqlar, avatishga tegishli xarajat, oziq-tulik, yam-xashaklarni asosan keltirilib bo'ldi. Cho'ng xonzoda Mahmudxon oliylari 5000 ot tayyorlabdi. Qurol yarog'larning ahvolichi? Qurol yarog'lar to'liq, lekin yo o'qi tozi yetarli emas. Lashkariy divon nomidan Cho'ng xonzodaga farmon mangdirsizlar. Yana 5 tuman tal o'q hozirlasin. Bosh ustiga. Sulton Yunusxon bir bas xiyol surib turgandan keyin farmon kutib turgan boshqa amirlarga takshi qarab olib eg'iz ochdi. Kuchar amiri Mirza Vali bug'i bilan 3 amiri Mirza Abdullah Do'g'lat Mirza Abubakrning yo'lini to'sib saltanatimizning osoyishligi uchun cho'ng to'hfa ko'rsatdi. Ol 2 amirning to'hfasi uchun bahodirlik unvoni berdim. Yorliq bilan o'tig'atlar darhol mangdirilg'ay. U dastarpechga qaradi. Tonimni epkallimi? Farmonlarga binoan zarbab tonlardan 2ni epkaldim oliylar. Dastarpech gapini tugitib mulozimlarni sharatladi. Mulozimlar 2 patnosga ayrim qatlab silingan zarbab tonlarni ko'tarib taxt oldiga keldi. Ol 2 amirga yorliqqa qo'shib bu tonlarni avatib bersinlar. Oliylar marhamatlikdir. Xonning bu katta iltifotidan hayajonlangan amirlar minnatdorlik bildirishdi. Chunki xon sultonlarning o'zi kiygan tonlarini amir sarkarlariga iltifot qilishi katta in'om hisoblanadi. Bundaq iltifotga osonlikcha erishgil bo'lmaydi. Ma'lum bo'lg'ay. O'daychi bey taxtning oldiga kelib qo'l bog'ladi. Xo'sh, dedi Sulton Yunusxon. Farg'ona amiri Mirza Umar Shayx ko'ragan janoblar huzuridan elchi keldi. Kuyog'idan elchi kelganligini anglab, Sulton Yunusxon darhol ijozat berdi. Boshlab kirsinlar. Elchi taxtning oldiga 3 qadam qolganda to'xtab salom berdi. Ondan xat silingan patnosni beshidan egiz ko'tarib tangladi. Posibonimiz Mirza Umar Shayx ko'ragan janoblarining duoy salomini qabul qilg'aylar oliylari. Saraybegi xatni elib Sulton Yunusxonga uzatdi. Yunusxon xatga oldirash nazarini og'dirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Jahon sultonlarining ulug'i, adl adolat sulqarining egisi, mehr shafqat, vafo gulzorligining kuyimjon bog'vani, qudratlik toj egisi muhtaram qaynotam Sulton Yunusxon oliylarga shafqatlik tangridan salomatlik, xotirjamlik, quvnoqlik tilayman. Muruvvatlik ota, qudratlik tasarruflarida bosh ko'targan tuzkur Mirza Abubakr isyonining texmi ulg'ayib ketganligini anglab, to'lima afsuslandim. Aslida sizlarga ko'maklashib, Udul Qashqarga lashkar tortib berib,
ol munofiq nokasning nuqlasini elib qo'yish muddaim bor edi. Biroq o'ylamag'an yerdan og'am Sulton Ahmad Mirzo atrofidagi yilon tilliq qitug'ur suxancha amirlarning fitnalariga yana quloq selib, otim rost tasarrufim bo'lmish Farg'ona vodisidagi Toshkent shahrini yana mendan tortib olish qo'yga tushibdi. Ilgirimi uni bu yomon paylidan sili to'sib qolgan edilar. Og'am faqat silidan tap tortidi. Silining nasihatlarini anglaydi. Og'amning muqobilasiga chiqqidek sarkardlashganlarim, kuch-qudratim albatta bordir. Biroq og'i ina qilish yalang'ochlasak, oradan ag'yorlarimiz nab oladi. Oxirgi hisobda ziyonni yana o'zimiz tortamiz. Chunki o'z vaqtida jannat makon xon otamdan va o'zlari ko'p qitim dakkisini yegan dast qipchoq hukmdori Sulton Ubulxayr xonning navralari hech bir tinchig'ini yo'q. Ayg'oqchilarim yetkazgan ishonchlik axborotlardan qaraganda Muhammad Shaybonixon atrofga chechilib ketgan o'zbek qavmini jug'lab, dast qipchoqning yiroq sahrolarida va Turkiston dalasining xilvat jangallarida hozirlik ko'rib, payt fursat kutib etibdi. Og'i inlar dushmanlasak, bu ular uchun tepilg'usiz fursat bo'ladi. Chunki ularning bizda tasarruf da'vosi emas, ot qisosimi bor. Ayni yili sili qora to'qay qishliqida uning tog'isi bo'lmish Buruj o'g'lanni o'ltirib atgandan keyin inisi bodoq o'g'lan qochib ketgan edi. Keyin u dargohimdan panohlik tilagan bo'lsa-mu, yuz xotir qilmagan edi. 2 yil avval u bodoq o'g'lanning o'lim xabarini eshitdim. Mana endi uning o'g'li Muhammad Shaybonixon qaytadan bosh ko'tarish qasdiga tushibdi. Bu ishlarni tafsiliy bayon qilib, og'am Sulton Ahmad Mirzoga ma'lumot yo'llagan edi. Biroq u bu ogohlantirishlarimga quloq solmay yotdi. Balkim buni Toshkentni bermaslikning sababi qilib oldi deb xato tushunyotdi. Aslida og'amga Toshkentni berib bersammi bo'laveradi. Ammo uning bu yo'lsiz talabiga qoyil bo'lg'im kelmadi. Chunki Toshkent azaldan Farg'ona tasarrufidagi shahardir. Boboy buzruk Amir Temur zamonasidan tortib, toki jannat makon xon otamning saltanatigacha hech kim Toshkentni Farg'ona tasarrufidan ayirib olgan emas. Ayni vaqtda xon otam Toshkentga Shayx Jamoliddin qarni amir qilg'ini bilan uni yana menga tava qilib bergan edi. Garchi Shayx Jamoliddin xar o'zini cho'ng tutib bevosita Samarqand ordisiga farmonbardorlik qilib kelgan bo'lsa-mu, bir nanchidan yeshimning kichik bo'lganligi, ikkinchidan saltanatning muqimligini ko'zda tutib, eng muhimi xon otamga o'shiq ortiq boshog'riq tepmaslik uchun sukut qilgan edi. Keyin sili ul takabburning ishini bartaraf qildilar va Toshkentni kamina o'g'illariga qaytarib berdilar. Og'am Toshkentni mendan talashmisimi, uning tasarrufida Toshkentda katta shaharlar ham bor. Uning ustiga Toshkent mening tasarrufimda tursa ne bo'ldi, og'amning tasarrufida tursa ne bo'ldi. Ikkimiz buyuk Busayd sultonning pushti farzandlari, qon qarindoshlardanmizgu oxir. Xulosa kalom, gapni qisqa qilsam, ushbu maktubimni topshirib olgan hamon darhol Toshkentga muborak qadamlarini yetkazgan va kamini farzandlarini g'amdan xalos qilgan bo'lsalar. Shu topda qilish bilan turgan ag'yorimiz Muhammad Shaybonixondan bakrak voyim yeyapman. Qilish bilan deb yozilib qopti, qilish bilab baqchanmish. Shu topda qilish bilab turgan ag'yorimiz Muhammad Shaybonixondan bakrak voyim yeyapman. Balkim bu zakonni silining og'izlaridan anglasa, og'am paylidan yenib qolur. Poyi qadamlarga talmirib turg'uchi noqobil farzandlari Umar Shayx Mirziddin deb bilirlar. Xatni o'qib Sulton Yunusxon bir hazo xiyol surib o'tirib qoldi. Bu Umar Shayx Mirzining tunji qitim madad so'rashi emas edi. Aka-ukalar o'tirsidagi bu zimin davosiga 4-5 yildan beri u bir necha qitim aralashgan edi. Sulton Ahmad Mirzo har qitim Toshkentni tortib olishga tayyorlansa, Umar Shayx Mirzo Sulton Yunusxonni orqa solatdi. Bu aka-ukalarning har ikkilisi kuyog'li bo'lg'ashqa, ikki kuyog'li o'tirsidagi bu davoni bir taraf qilish Sulton Yunusxonga to'liq taskin tushadi. Bir kuyog'lini deb, yana bir kuyog'lining dilini ranjitishni xohlamaydi. Sulton Yunusxon xiyoldan bosh ko'tarib amirlarga qaradi. Sar Amir Muhammad Haydar Mirzidan boshqalarga ijozat. Xon oliylar omon bo'lg'aylar,
Əmirlər onun esenlik tilab şahnişindən çıxıb ketişdi. Körüp baxsınlar. Sultan Yunusxan xətni Muhammed Heydər Mirzaga uzatdı. O hər qandaq mühim işini onun məsləhətiga salatdı, fikrini alatdı. Ömər Şeyx Mirzaga köməkləş üçün Fərğanəyə ləşkər mağdurmaq sürür aliləri. Dedi Muhammed Heydər Mirza xətni oqub olub. Ağı inlə otursidiki bu nizağı səl qarğılıq emas. Dedi Sultan Yunusxan oycanlıq bilan. Biroq Ömər Şeyx Mirzaga köməkləş üçün ləşkər əvəzsək, ularni yaraştırış məqsədiga hərgiz yetəlməymiz. Sultan Ahmad Mirza Toshkentdan mehrini faqatla üzəlmədi. Ömər Şeyx Mirzaga nəsihət qilay desəm, onun adolatsizlik buludu. Çünki Toshkent əzəldən Fərğana əmrinin təsərrüf zimini. Əmisi qandaq qilay deydilar aliləri. Ləşkər əvəzsəm, ağı inlə otursidiki adavət otuğa may çaşqandək iş qılğan boп qalaman. Ən yaxşısı özüm berib nəsihət qılsam ekan. Muhammed Heydər Mirza ehtiyatçılıq bilan so'radi. Qashqarga ləşkər tatılğan ishni qandaq qilamiz? Allah nesip qılmağan oxşaydı. Dedi Yunusxan ulug' kichik tinib. Bu ishni biroqli qilish mumkin emas. Asli muddaimiz bo'yicha Andijon orqali Qashqarga ləşkər tatayli desək, chunki o'g'lim Sultan Ahmad Mirza bizni Ömər Şeyx Mirzaga köməkləş üçün ləşkər başlab kelgan oxşaydı deb xato tushunib qoladi. Shuning bilan oradik adovatni kelishtirman deb yo'g'initib qo'yishim mumkin. Shunga avval og'i inla o'tirsidagi nizoni bir taraf qilay. Chunki Farg'ona vodiysi tinchimisa, Mirza Abubakirning xo'rigi texmi o'sidi. Bu ishlarni ko'ngildagidek bir taraf qilib olgandan keyin Ömər Şeyx Mirzadan ləşkər so'rab, Qashqarga ikki tarafdan tang tegish qilarmiz. Sultan Yunusxan biroz turvelib yana eg'iz ochdi. Toshkentga men bilan birga borsizlar. 500 nökər elib olsaq bo'lar. Kichik xonzoda Ahmadxon Turponda qilib bu tarafning ishlariga muvakkal bo'lg'ach tursin. Qachon yo'lga chiqishni ditildilikin oliylari. Kechiktirishga bo'lmaydi. Alloh xolisa adliki juma namozini yurt jamoati bilan o'tib elib yo'lga chiqay. Toshkent O'rik pishiqi. Ömər Şeyx Mirza qaynotasining istiqboliga chiqish uchun barliq cho'ng-kichik amir mahramlarini elib chiqqan, hatto ularning og'zi oyimlarimi chala qolmagan edi. Toshkent shahrining sirtiga rastlagan bu qarshi elish so'riniga 9 boylik hashamatlik shaxs yasatgan, gelamlardan poyandoz solgan, necha o'ngan hashamatlik ipak chedirlarni tikkizgan edi. Yüzlagan ustalar, mulozimlar turli noz-ne'matlarni tayyorlash, dasturxon bezash bilan aldirash edi. Ömər Şeyx Mirza Sultan Yunusxan va uning ikki xonishi Eson Davlat xonim bilan Shoh begimni alohida rastlangan shaxsbuga o'tirg'izib, qaytadan salom baja keltirdi. Ondan butkul Farg'ona vodisini Mo'g'uliston vodisiga o'tkazib, Sultan Yunusxonga rasmiy tavallik bildirganligini jakarladi. Bu ishdan Sultan Yunusxon dastlab biroz taajjublandi, tasodifiylik his qildi. Keyin kuyovning bunda qarorga kelishdagi muddasini tushunib, o'sli qilib o'ltirmadi. Minnatdorlik bildirib, Farg'ona vodisini qabul qildi. Ömər Şeyx Mirzaning oqilonlik bilan tuzgan bu tadbiridan qoyil bo'ldi. Aksi Sultan Ahmad Mirzaning Toshkentdan osonlikcha voz kechmaydiganligini chunqur his qilgan Ömər Şeyx Mirza bir tarafdan aksining tahlikasini cheklash, yana bir tarafdan Toshkentni o'z qo'lida tutib turish uchun mushundaq tadbirni o'ylab topgan edi. Chunki u Farg'ona vodisini Sultan Yunusxonga tavba qilib bergani bilan yana o'zi boshqaradi. Qaynotasi uningdan hargiz tortib olmaydi. Sultan Ahmad Mirza uningdan xabar topsa, qaynotasiga shahar zamin da'vos qilishdan nomus qilib, Toshkentni qaytarib olish umidini uzatdi. Inisi butkul tasarrufni berib etganda u qaynotasidan bir shaharni talashsa, albatta nomusliq ish bo'ladi. Haqiqatan tadbirlik, aqlliq ekanlar kuyovlar. Muddalarini tushundim. Og'illar bilan qilish yolg'onchilar qon to'kishni xohlamidilar.
Ol himmetlari sebebiyle Fergana Vadisi uruş malımançılıkından xali bolsa acep emas. Lekin men bol pişkeşlerini toluq qabul qılalmayman. Qabul qılsam Jahan sultanları Sultan Yunus Xanның şuncha kengri tasarrufi turuqliq köğülünün tasarrufini tatib apdı deb fitna qilishidi. İnsafsızlıqda ayıplaydı. Bundaq demegendim o. Manga Fergana Vadisining keragi yo'q. Uni Mavara Nahir saltanatining hukmidan ayirib etsam hargiz bo'lmaydi. Xayriyat, hozircha og'a inlar o'tirsida talashda qolgan Toshkent shahrini ayirib boshqarib turay. Sultan Yunus Xan kuyog'li Umar Sayf Mirza bilan ayrim muңdashib, o'ylaganlarini aytib, uni qoyil qildi. Inisining Sultan Yunus Xanға Toshkent shahrini berib etganligidan ayg'oqchilar orqali xabar topgan Sultan Ahmad Mirza lashkar tatib berib, Toshkentni qaytarib olish niyatidan ilojisiz voz kechdi. Sultan Yunus Xan Sultan Ahmad Mirzaning ko'nglidagi gumonini tugutish uchun hech ishni bilmagan qiyofatga kirib olib, kuyovli va qizini yo'qlash bahonasi bilan Samarqandga qarab yo'lga chiqdi. Qiynatısının kelayotganlik xabarini olgan Sultan Ahmad Mirza ancha xolab ketmasimi, Xonish Mehrnigar xonim bilan uning istiqboliga chiqib kutib oldi. Hurmat ehtirom bildirdi. Ammo Toshkent haqida faqat eg'iz ochmadi. Sultan Yunus Xan Samarqandda birer oycha mehmondorchilik qilib, Toshkentga qaytib kelgan vaqtda allaqachon kuz fasli oxirlashay deb qolgan edi. Qish kiray deb qoldi. Endi Qashqarga yurish qilsaq, sarkarda lashkarlar so'g'uqda qiynalib qoladi. Dedi Sultan Yunus Xan kuyog'li Umar Sayf Mirza bilan Muhammad Haydar Mirzaga. Ol tuzkor Abu Bakr Mirza manglar yerda bu qish xotirjam yoyrib ag'ash tursin. Shunda qilayli ota, dedi Umar Sayf Mirza. Zimistonda lashkar tossaq tog' yo'llari bakmi xatarlik. Qarab turib o'zimiz halokatga ishtirgan bo'lamiz. Allah xolisa kelar yil bahorda lashkar tortamiz. Sizlarmi bu qishni Toshkentda xotirjam o'tkazsizlar. Shundoq qilib Sultan Yunus Xan bilan Muhammad Haydar Mirza Toshkentda turib qoldi. Aslida Sultan Yunus Xanning Toshkentga bo'lakcha mehri bor edi. Amdilikda Toshkent rasmiy yo'sinda uning tavalligiga o'tgan edi. U aka-uka ikki kuyovning o'ttirsidagi nizo adovatlarni besiq turish uchun Toshkentda muqim turmushi bo'lmaydiganligini birdan his qildi. Cho'ng xonzodasi Mahmud Xonni Toshkentga akilib, yenida turg'izib, kichik xonzodasi Ahmad Xonni Turponni turg'izish qaroriga keldi. Cho'ng xonzodam valiahd, shunga cho'qim yenimda turish kerak. Qerida ikki putum go'rga sangaladi. Mendan keyin taxt saltanatga shu posibillik qilmasi bo'lmaydi. Kichik xonzodam yurtdoshchilik ishlarining huddisidan chiqarliqdek bo'lib qoldi. Qumul, Turpan, Elivaliq, Ko'nchi, Kucha, uch amirlari saltanatga to'limi sadoqatman. Ular kichik xonzodamning yurtdoshchilik ishlarini yurishtirishiga hamdamda bo'ladi. Shunchalik vaqtimda ikki xonzodamga tasarruf belgilab bermasam, keyin buni ikki kuyovlimga o'xshash zimin da'vos qilishib, al-yurtni urush ma'lumotchilikqa patirib, baboy buzurglardan qolgan saltanatni parchalab etishim mumkin. Mirza Abu Bakr isyonini tinchitsam, manglar suyarni yana Muhammad Haydar Mirzaga beray. Chunki manglar suyarmi azaldan ashularning ajdodiy suyurg'anlik zimini bo'lib kelgan. Sar amirdan keyin Qosim o'g'illari o'xshashli saltanatimizga sadoqat bildirib o'tadi. Buyuk tasarrufning ishini buningdan yaxshiroq tasavvur qilish hozircha baldur. Sultan Yunus Xan Toshkentda Navro'z bayramini o'tkazgandan keyin yo'qliqi xiyolini amalga oshirish uchun Turpanga berish taraddudiga tushdi. Sizlar yo'lda pas tortib yurmisizlar, dedi u Muhammad Haydar Mirzaning billa berish talabini rad qilib. Allah xolisa, ol tarafdagi ishlarni puxta o'rinlashtirib, kuzgacha qaytib kelaman. Hozircha kichikroq bo'lsa-mu, o'shning amirligini qilg'ash tursizlar. Muhammad Haydar Mirza Yunus Xonning buyrug'ini yera olmadi.
Aliylerden ötünüdüğün bir işim var idi. Dedi Muhammed Haydar Mirza tevazu bilen kol bağlap. Mümkün bolsa çoğun Emirzadem Muhammed Hüseyin Mirza'nı evet bəgem olsun. Anısı sığınıp ketdim dep kalbi kılıp ketdi. Sultan Yunus Han hırıldap küldü. Çoğun Emirzadın yalğız anısılı emas, sılımı sığınğanla ser emir. Yelim o körmegili bir yıldan aştemez mi? Boludu. Çoğun Hanzadının kışığı veripli onu yolğu selivedi. Kıbligahimiz himmetlik doğru. Dedi Muhammed Haydar Mirza hayacanlanğan halda. Sultan Yunus Han vədisi tutup Muhammed Hüseyin Mirza'nı evet bədi. Andijanның şərqi janıb tərəfidəki Barakuh tağ etkiga joylashgan Osh shahri Farg'ona vodisida cho'ng shaharlardan hisoblanmasimi, suyining albatligi, havosining sofligi, tuproqining munbatligi, atrofni yeshillik bo'stonliqning o'rab turganligi bilan boshqa shaharlardan alohida farqlanib turadi. Shaharning sirtidagi bo'stonliqlarni kesib o'tadigan Andijon daryosining ikki tarafi butunlay bog' yoki bog'larning hammasi daryo bo'yida edi. Şuna Oshning bahor fasli to'limi payzi, nagil qarasa layli, qizil gulla o'ppida ichilib turadi. Osh ana ashundoq go'zal manzarasi, ob-havosi bilan Muhammed Haydar Mirzani o'ziga ram qilib olgan va qalbidagi Qashqarga bo'lgan seg'inish o'tlarini xeyli pasaytgan edi. O kunlarini gohi Oshning boyzardorlari bilan baravat qilib, gohi ikki amirzodasini agashtirib daryo bo'yida sayli qilib tugidak o'tkazadi. Nagan-naganda Qashqardagi go'zal tuman daryosi bo'yidagi sayligohlarni, tumanning bo'yiga joylashgan o'riklik, olmaliq, anarliq, anjirlik bog'larni, yong'oqliq, bodomliqlarni, osti salqin shamolliq, kangri uzum baranglarini eslab qoladi. Bundaq chaqlarda peshini qiqibla Qashqarga ketgisi keladi. O ana ashundoq aslama, afsuslik, nadomat, pushaymonlik xiyollar ilkida Oshda turib qelishi mumkin edi. Biroq uning Oshdan emas, Oshning amir baglaridan ko'ngli sovib qelyotdi. Gerçi Ömer Şeyh Mirza onunğa alohida hurmat bildirib, ko'nglini izlab turgan bo'lsin, lekin Osh shahrining hokimi Mirza Qamirdan Do'rg'i qatorliq bir qism yerlik baglar ha desa uning farmoniga bo'ysun qilib unmayotdi. Buyurgan har qanday bir ishni yo'qolan bahona sabablar bilan aqsitdi. Ta'ni ta'addilarga to'lgan gap so'z, muomalalaridan Muhammed Haydar Mirzani yoqtirmaganligi, uning Osh amiri bo'lganligidan norozi bo'lganligi, qizg'anganligi chiqib turadi. Qashqarda katta shaharda turib, bepoyon Mo'g'lay Suyar vodisiga hukmini bir qo'lliq o'tkazib ko'nib qolgan Muhammed Haydar Mirza ularning bu qiliqi or kelgan edi. Demisimi, Buyuk Mo'g'uliston saltanatida Sultan Yunus Xondan keyin tursila eng oliy mansabdor hisoblanadigan Muhammed Haydar Mirzaga yuqori tuvan mansabdorlarning hammasi voydaydi, xushamad qiladi. Her kuni tong saharda Mo'g'lay Suyar mahkamasining saroyi salomga kelgan amirlar bilan to'lib ketadi. Hech kim sababsiz salomga kechikmaydi. Ammo mono kichikkina mansabdor sanaladigan Osh shahrining do'rg'isi bo'lsa, uning amirlik martabasiga itoat qilmayotdi. Salomga xolis keladi, xolisi kelmaydi. O'zini Muhammed Haydar Mirza bilan tang tutadi. Her qitim mushularni o'ylasa, Muhammed Haydar Mirzaning qo'zg'i ko'patdi. Mo'g'lay Suyarni, Qashqarni seg'inadi. Oshning amirligiga men muxtar emas. Ilojining yo'qidan turyapman. Bularni sarkashlik, o'tkorchilik qildi deb adablay desam, Ömer Şeyh Mirzani ranjitib qo'yishim mumkin. Sagni ursangmi egisiga bog' deydigan gap bor emasmi? Ular nemili bo'lmasin Ömer Şeyh Mirza'ning baglari. Mirzaga ko'rsatgan to'pisini pesh qilishidir. Arz qilsam, Ömer Şeyh Mirza meni qurs qitar, ushoq so'z odamkan deb qilishi mumkin. Oshni tashlab ketaymi ya?
kessem näge berişim mümkin. Sultan Yunusxan aliler bolgan bolsa, Toshkentga kessem bo'laveratdi. U har qitim kallasiga kelgan bu savoldan tengirqab qolatdi. O'shni tashlab Sultan Yunusxonning kaynidan turponga berishing mumkin emas edi. Xonning qaytib kelishini saqlaydi esa, bu qo'saq ko'pikiga bardostlik berolmayotdi. Oxiri dardini Oyjamal og'chiga to'kishga majbur bo'ldi. Cho'ng og'chisi Malika Davlat Nigar xonim kasallik sababi bilan Qashqarda vafot bo'lgandan beri Oyjamal og'cha orqama-orqa ikki o'g'il tug'ib bergan to'kpisi bilan cho'ng og'chilik martabasiga erishgan bo'lib, Muhammad Haydar Mirzaning sirdishiga aylangan edi. Mirza Abobakrning tuzkorligi ularning er-xotinlik mehriga ancha ta'sir yetkazmagan edi. Qashqarga ketamdiq ya, dedi erining dardini anglagan Oyjamal og'cha o'yilmaga yetib. Qashqarga damdilar. Muhammad Haydar Mirza birpas o'ylanib turib qoldi. Shu topda uning Qashqarga o'tdek ketkusi bor edi. Lekin Qashqarga qaysi salohiyat bilan boradi? Malayziyani olqiniga ilib olgan Mirza Abobakri uningga qanday muomala qiladi? Oyjamal og'cha uning o'y-xayollarini chalg'itib, yana eg'iz ochdi. Abobakri Mirza nima bo'lmasin, sizlarning jiyanlari ham farzandlaridir. Har qancha qora ko'ngil bo'lib ketsin, otiliq, tog'liq hurmatlarga itoat qilar. Kim biladi, qilgan vafosizliklariga pushaymon yeb o'ltiramdi tehi. Mirza Abobakrning bundoq qilishiga ishonmas bo'lib qolgan Muhammad Haydar Mirzaning ko'nglining bir yerlarini kuchli bir xomxiyol chulg'agan edi. Abobakr Mirza bilan ochiq yo'riq o'ltirib bir qitim mo'ng'ishib baxmadilar. Ham bundoq qilishga fursatmi bo'lmadi. Hozir Sultan Yunusxon oliylarining payli intayin yomon. Kechikkandimi kelar yili kuyog'li Umar Sayx Mirza bilan birlashib Qashqarga lashkar tatmay qolmaydi. Navoda Abobakr Mirza yengilib qolsa, xon oliylar uni hargiz ayab o'ltirmaydi. Saltanat put etib isyon ko'tirish, xom xiyolda bo'lganlarga ibrat qilish uchunmi bo'lsa, uni dorga osmay qolmaydi. Navoda shundoq bo'lib qolsa, bu ishga silmi ora turolmaydilar. Bundoq fojiani ko'rganimdan hozirli o'lib tugashganim yaxshi. Marhum jannat makon oxlari Soniz Mirzaning ruhiga yuz kelolmaymiz. Oyjamal og'cha mishildab yig'lab etdi. Muhammad Haydar Mirzam bir qarorga kelolmayotdi. Shunga lom-jim demidi. Nimali bo'lmasin, Abobakr Mirzaga yaxshi yomonni tushuntirib, bir qitim nasihat qilish yo'llari bor. Xon oliylar bilan lashkar tatib berib, ondan nasihat qilaman deslar. Balkim nasihatlarini anglag'usi bo'lsin. G'ururiga elib jahli qetishi, nasihatlariga quloq solmasligi mumkin. Lashkar olmay mushundaqli berib nasihat qilsak, yaxshi bo'larmikin deyman. Oyjamal og'chining da'vatlari bilan Muhammad Haydar Mirzaning vujudida g'alyon ko'targan xom xiyollar oxiri g'olib keldi. Mayli, Qashqarga berib nasihat qilsak qilib boqayli. Navoda Abobakr Mirza gapimizni anglab qolsa, el yurt yog'idan xoli bo'ladi. Sultan Yunusxon oliylarining lashkariy yurish avorchiligidan xalos bo'ladi. Oliylarning oldida yuzimiz yo'riq bo'ladi. Muhimi, Abobakr Mirza xonning g'azabidan qutulib qoladi. Ammo ikki o'g'limiz Andijonda qolsin. Ularni Umar Sayx Mirza bilan Malika Qutlug' Nigar xonimning homiyligiga topshiraylik. Nemishqa? Ikki o'g'lini Andijonda tashlab ketishga ko'zi qiymagan Oyjamal og'cha erining bu qaroridan cho'chib ketdi. Birinchidan, bizning bu safarimiz ishonchsiz, dedi Muhammad Haydar Mirza tushuntirib. Abobakr Mirzaning niyat iqboli bir nim degili bo'lmaydi. Ikkinchidan, Andijon bilan Qashqarning oralig'ida xatarlik davollar ko'p. Qo'rqinchli mustaqlardan o'tishimizga, so'rg'onlardan daldallanishimizga to'g'ri keladi. Amirzodlarni qiynab qo'yamiz. Uchinchidan,
Sultan Yunusxon oliylaridan ijozat bo'lmagan ahvol ostida bu safarni ixtiyor qilyapmiz. Ikki Amirzodani elib oila bo'yicha Qashqarga ketadigan bo'lsak, xon oliylari xabar topsa, bizni isyonkor o'g'lini panoh tortib biroqla ketgan o'xshaydi deb xato tushunib qoladi. Navoda Abu Bakr Mirzoga nasihat anglitolmay qaytib kelsakmi, bu ishni xon oliylariga tushundirmakimiz tasga to'xtaydi. Shunga Amirzodlarni qo'yib ketganimiz yaxshi. Oyjamollagacha ko'nglida norozi bo'lsa-mu, lam-jim deyolmadi. Muhammad Haydar Mirzo Andijonga berib, Umar Sayx Mirzoga muddasini tafsiliy tushundirdi va uningdan ikki o'g'li Muhammad Husayn Mirzo bilan Said Muhammad Mirzoning holidan xabar olib qo'yishni o'tindi. Sar Amir janoblarining maqsad muddasi to'liq ayon bo'ldi, dedi Umar Sayx Mirzo rozimanlik bilan. Navoda Abu Bakr Mirzo nasihatlarini anglab, qilmishiga pushaymon qilib, isyondan yoltaysa, bu mislning saltanat ko'rsatgan katta to'pilari bo'lib qoladi. Ul ikki Amirzodamdan xotirjam bo'lsa, sizning jigar porlari mening yurak poramdir. Ularni o'z farzandimda ko'rman. Yo'qliklarini bilindirmayman. Qaynatam Sulton Yunusxon oliylari kelib qolsa, muddalarini tafsiliy tushuntirib qo'yaman. Amisi Alloh omonat. Ko'rishkicha omon bo'lsinlar. Mushaqqatlik yo'l jafosini tortib, zo'r orzu-umid bilan Qashqarga yetib kelgan Muhammad Haydar Mirzo bilan Oyjamol Og'chini kutib turg'ini hurmat-ehtirom emas, qorong'u zindon bo'ldi. Ularning Mirzo Abu Bakrga bog'lagan orzu-armonlari Qashqar shahrining bu so'g'isdan otlabla butunlay barbod bo'ldi. Mirzo Abu Bakri tog'isi ham o'gay dadasi bilan onasining istiqboliga chiqish u yoqda tursin, ularning sarkatlarini buyurib, udul zindonga solg'izdi. Muhammad Haydar Mirzoning emas, onasi Oyjamol Og'achining bir qatim didorlashib olish talabini rahimsizlik bilan rad qildi. Ular zindonda oshu tarzda bir yoz, bir qish yotdi. Mirzo Abu Bakrga nasihat qilish emas, hayotidan umid uzishdi. Yo'q, bundaq o'lib ketsak bo'lmaydi. Ul qarg'ishdakkir bilan ko'rishib, ikki qiz gap qilib olmay qo'ymayman. Kun bo'yi tomg'i qarag'inicha ichini tinglab o'ltiradigan bo'lib qolgan Muhammad Haydar Mirzo Oyjamol Og'chining bu gaplarini anglamagandek parvosiz o'tirardi. Menga qog'oz qalam kelib berish, Abu Bakr Mirzoga xat yozaman. Zindonbegi Mirzo Abu Bakrning kunida necha xil o'zgarib turadigan xuy-paylini obdan biladi. Shunga Oyjamol Og'chini ranjitib qo'yib, Mirzo Abu Bakrdan deshnam yeb kelishdan qo'rqdi-da, qog'oz qalam keltirib berdi. Zindonda yetib tatgan mushaqqatlarim sizlarga hargiz qarg'ish bo'lib qolmag'ay o'g'lim. Sizlarni seg'inib Qashqarga kelganim rost. Orzuyim didorlarga bir qitim qiynab elish edi. Bir yildan beri zindonda yetib, bu armanim nafratga aylanib ketdi. Shundaqdimi, sizlarni qarg'ig'im kelmadi. Ona qarg'ishi o'qdaydi ekan. Qarg'ishim tutib qolmasin dedim. Sizlarni 9 oy, 9 kun qo'rsqimda ko'tirganimga, ochiq to'lg'oq azobi yeb, men o'lib bartirilib tuqqanimga, halol sutimni berish uchun og'izlarga amchak solganimga men muroti roziman. Lekin tog'lari ham o'gay otalari bo'lmish. Muhammad Haydar Mirzo umrlik halol jibdi. Kuyimdir. Uning nikohiga o'tgan kunimdan boshlab bir umr xizmatini qilishni ahd qilganman. Er kishi degan xotin kishining yerim xudosidir. Biroq zindonlarda yotgan bu bir yildan beri uning xizmatini qila olmadim. O'z qo'lim bilan noshlik tayyorlab, tahoratiga suv isitib bera olmadim. Qisqasi, xotinlik burchimni ado qila olmadim. Bu gunohim uchun mahshargohda munkar nakirlarning so'riqiga uchrab qolsam, azobga bardoshlik berolmay, gunohni siliga ortib qo'yishimdan qattiq voyim yeyman. Bizning Qashqarga qadam keltirishimizga yana bir muddaimiz sizlarga nasihat qilish edi. Niyatimizdan butunlay yondiq.
Talabim shulki, onalik hurmatimni nazarda tutib, bizni zindonlardan ozod qilib Andijonga yo'lga silib qo'ysinlar. Bu himmatlari uchun u dunyo bu dunyo rozi bo'lib ketadi. Baxtlarga kech kunduz duogo'ylik qilib turg'ichi, onalari oyjamalag'ichidan deb belarlar. Mirzo Babakri onasining xetidan ta'sirlandimi yoki boshqa sababdanmi aytavur amirlarga ularni zindondan chiqarib Andijonga yo'lga silib qo'yishni buyurdi. Onasi bilan yuztirani ko'rishmadi, ammo saroyning munoriga chiqib onasini yiroqdan ko'rib oldi. Ixtiyorsiz o'ksib yig'lab etdi. Andijonga sog'-salomat qaytib kelib olgan Muhammad Haydar Mirzo Sulton Yunusxonning o'tgan yili Turponga borgandan keyin og'rib o'rin tutib yetib qolganligi uchun texchilar Toshkentga qaytib kelolmaganligidan xabar topdi. Takabbur, vafosiz odamlar nasihatga quloq solmaydi, dedi Umar Shayx Mirzo Muhammad Haydar Mirzoning sarguzashtlarini olgandan keyin tasalli berib. Undaq odamlar ranjishga loyiq emasdir. Abu Bakr Mirzo Siladek ot yo'lliq tog'asining qo'saq ko'tirib tug'ib oqsut bergan onasining nasihatlarini anglash tugul. Didorlashdanmi o'zini ap qochgan bo'lsa, oxir bir kun bu takabburlikning jazosini tortadi. Allah xolisa bir kuni uning oldilariga kelib, oyoqlarini quchoqlab gunohini tilginini ko'rladi. Aytqanlari kagay ilohi. Muhammad Haydar Mirzoning uzoqroq mungdashqisi dardini to'kib qo'saq ko'pkini bo'shtuvaqsi bor edi. Biroq Umar Shayx Mirzo ulug' kichik ting'inicha beshini tuvan soldi. Janoblarining biror dilxasligi bormi qandaq? So'radi Muhammad Haydar Mirzo Umar Shayx Mirzoning kayfiyatining toza joyida emasligini his qilib. Janoblaridan nimani yo'shiray? Yana shu Toshkentning xopchiligi bo'lmamdi. Og'am Toshkentni tortib olish uchun yana hozirlik ko'rib etibdi. Ayg'oqchilarni yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, Fatihni lashkar totib keldik. Sulton Yunusxon oliylariga Toshkentni pishkash qilib berganlaridan beri Sulton Ahmad Mirzo oliylari bu payldan yong'andek qilibdi. Ajabo shuni deysizlar. Dastlabida Toshkentni mendan talashdi. Endi bu payladan tal to'kis yonar deb o'ylab edim. Sulton Yunusxon oliylari og'ini har ikkilimizga qiynat emasmi? Qiynatishdan shahar talashdi degan qandoq gap? Bir yildan ortiq vaqtdan beri qiynatam Turponda turib endi Toshkentga kelmaydi deb o'ylagan chog'i. Xon oliylari bundan xabar topdimi? Xabar avatdan. Og'liqchi bektex yo'ldugu deyman. Yan biror ish kaptida dargohga boralarmikin? Oliylari hozir Turpondamikin? Salomatligi biroz yaxshilangandan keyin sayramga qadam keltirgan chog'i. Umar Shayx Mirzo bir necha daqiqa turib olgandan keyin qo'shib qo'ydi. Xon oliylari og'amdan burunroq Toshkentga yetib kelsa yaxshi bo'ladi. Muhammad Haydar Mirzo ahvolning xilil ig'irligini mo'lcharladi. Navoda Sulton Yunusxon vaqtida Toshkentga yetib kelamasa, og'i inlar o'rtasida bir maydon urush boshlanib, Farg'ona vodiysining qonga bo'yilish ehtimoli bor edi. Buning oldini faqat Sulton Yunusxonni ololaydi. Xon oliylari yetib kelgach bir ish qilg'ash tursak bo'ladi. Siz uning kallasidan lip qilib bir xiyol kechdi. Xon oliylarining xos elchisi bo'lib Sulton Ahmad Mirzo oliylarining oldiga berib boqsam qandoq bo'lar? Unimi bo'larmi? Ishonchsizlik bilan so'radi Umar Shayx Mirzo. Meningcha Sulton Ahmad Mirzo oliylariga bu tarafning ahvoli qorong'u. Uning dargohiga xon elchisi bo'lib borsam, gumonlanmasligim mumkin. Hech bo'lmasa, nasihatimni anglatolmasam, Toshkentga qiladigan lashkariy yurishni bir necha vaqt kechiktirgili bo'lar. Uningcha xon oliylarim kelib qolur. Umar Shayx Mirzo birpas o'ylanib elib ig'zashdi. Mayli, bumi bo'ladigan chora ekan. Urinib ko'raylik, dedi u biroz umidlanib. Janoblari Samarqandga borgandan keyin og'amga nasihat qilg'ach,
imkon bor Xo'ja Nasriddin Abaydulla Ahror Eshon hazratlari bilan didor muloqotda bo'lishning epini qilib, ul Eshon hazratni niyat muddoimizdan xabarlantirsin. Og'am ul Eshon hazratning ixlosmand muridi. Navod Eshon hazratlari nasihat qilsa, og'am gapini hargiz yirolmaydi. Muhammad Haydar Mirza Andijonda tuzuk orom olmayla darhol Samarqandga qarab yo'l oldi. Samarqand beshidagi qordek oppoq salla, uchi kindikigacha tushib turgan oppoq soqol, uchisidagi oppoq xasiyakdak bilan xasi tombol Hazrati Nasriddin Xo'ja Abaydulla Eshonni go'yo oppoq nurga o'rilib turgandek farishta siyoh ko'rsatdi. Yoshinib qolganiga qaramay, ikki mag'zi chilondek qizil, cho'ng ko'zlari o'tkir edi. Butkul Mavara Unnahir vodisidagi son-sanoqsiz muridlarining nazarida Tangrining do'sti deb ta'riflanadigan Xo'ja Abaydulla Eshon hashamdaramdan xoli, oddiy sodda yashaydi. Uning tili bo'yicha G'ayribxona deb ataladigan Samarqand shahrining taskay tarafidagi havoliq sahroga joylashgan, atrofi so'qmaton bilan qo'rsalgan Eshon qasrining oddiy vodaklik g'orosi kech-kunduz dog'dam o'chiq turadi. G'oro degani shodliq darvoza deb izohatdi. Qasr darvozasidan birer chaqirim yiroqlikda 500 nafar navkar otlaridan tushib, qasr tarafga hurmat bilan qarab turishibdi. Bular Mavara Unnahir hukmdori Sulton Ahmad Mirzaning xos navkarlari edi. Bugun Sulton Ahmad Mirza Toshkentga qiladigan lashkar yurishdan avval Eshon pir buzurgidan duo elish uchun bu yerga chiqqan edi. Odam belidek cho'nliqdagi 4 to'riklik, tam to'rislari hashamatlik bezalgan xonaqoning to'ridagi mihrobda Xo'ja Abaydulla Eshon oldida yukinib o'tirgan muridlariga vaz etib Beshini tuvan selishib ixlos bilan vaz anglayotgan muridlarning oldingi ritida Sulton Ahmad Mirza yukingan peti qimir qilmay o'tiradi. Turqidan Eshon pirning har bir eg'iz so'zlarini ko'ngil qo'yib anglayotganligi chiqib turadi. Xo'sh, deb biroz demini ilib olgandan keyin vaz etishni davomlashtirdi. Eshon ovoziga texmi vazmin tus berib. Tariqatning sunnati necha deb so'ralsa, 6 deb javob bergaylar. Ya'ni birinchi vaqtini jamoat bilan birga o'tkazmak. Ikkinchi sahar va shom paytlarida xotirjam bo'lmoq. Uchinchi doim pok yurmak. Ya'ni betahorat yerdasimaslik. To'rtinchi ko'ngilni asrashni bilish. Beshinchi zikr takbirni bajo keltirmak. Oltinchi pirla va oba ajdodlarni har doim yod etib turmoq. Magar tariqatning mustahabi, ya'ni maqbul va maqbul ulumlari necha deb so'ralsa, buningga 6 deb javob bergulik. Ya'ni birinchi kishilarga ochiq chiroy muomala qilish. Ikkinchi taomni yolg'iz yemaslik. Uchinchi qonchilik eg'ir va azobli bo'lmasin, chiroyni purishtirmay o'ltirish. To'rtinchi hammaga barobar xayr ihson ko'rsatish. Beshinchi hamma yerda hurmat ehtiromni saqlash. Oltinchi o'zining va pir ustozlarining nomusini saqlash. Magarki tariqatning nahisi, ya'ni man'iy qilingan ishlari qaysi deb so'ralsa, yanala 6 deb javob bergaylar. Ya'ni birinchi nafsi havaslarni tark etish. Ikkinchi mol dunyoni tark etish. Uchinchi yolg'onni tark etish. To'rtinchi zinoni tark etish. Beshinchi rishvatni tark etish. Oltinchi xiyonatni tark etish.
rishvat degan pora degan gapkan. Shuncha yo'g'on xonaqoda Ishonning ham surlik, ham yiqimliq ovozdan boshqa tivish anglanmaydi. Muridlar boshlarini texmi bak akkinicha qattiqroq nafas ilishdan yiqib timtas o'tirishadi. Har bir tiniqidan gupildab sharob puruq kelib turgan Sulton Ahmad Mirzo yukingan beti qimir qilmaydi. Shu topda uning putlari eg'ir gavdasini ko'tarolmay uyushib ketgan edi. Allaqandoq bir qattiq ushliq narsa tizig'i patgan bo'lib, kuyishib og'riyotadi. Ammo Ishon pirning oldida adab saqlab o'ldirish uchun tizini yo'tkashga jur'at qila olmayotadi. Biroq Ishonning uzundan uzunga so'zilgan vazlari oxirlashadigandak emas edi. Magarki shariat, tariqat va haqiqat orasida qandoq farq bor deb so'ralsa, bularning har uchalisi o'zaro bog'lanishliq deb javob bergaylar. Chunki shariat aniq bilgan narsalar nishon va hurmatdir. Tariqat izlanadigan narsalar intilish, bayon va xizmatdir. Haqiqat bo'lsa kurash orqali erishilgan ayon hikmatdir. Magar bularning har birisining samarasi nima deb so'ralsa, shundoq javob bergaylarki, shariatning samarasi ahdiga vafo qilish. Tariqatning samarasi fiqr, ya'ni o'zidan voz kechish. Haqiqatning samarasi bo'lsa baqodir. Ya'ni soxtalikdan umid uzib, haq so'ygan ishlarga bog'lanish. Ikki olam rizoligini izlab, haq jamolini sig'ingan har bir murid uchun tariqatning obro'yini qo'g'dimiqi vojibdir. Bu darvishlar oldiga quruq qo'l bormaslik, hamisha tahoratlik, pok bo'lish bilan o'z maqomiga yetgaylar. Xo'ja Abaydullo Ishonning vaztablig'i 2 osh pishim vaqt davomlashib oxirlashdi. Ishon vazdan keyin qo'l ko'tarib muridlarga duo qildi. Duodan keyin muridlar yengil bir nafas ilib, uyushib ketgan putlarni harakatlantirib, ozod o'ltirishdi. Sulton Ahmad Mirzo kossasini osta kigizga qo'ydi. Shu topda uning putlari qo'lishib ketgan edi. U asta sipashtirib, boyi tizig'i patgan narsani izlashtirdi. Aslida kimlardir g'ajab tashlab bir parcha so'ngak kigizning orasiga kirib olgan bo'lib, ushliq tarbi uning tizig'i patgan edi. Amdil 40 yoshning qorasini olay deb qo'ygan Sulton Ahmad Mirzo ishqibozlikqa bekmi erishmam edi. Og'zi charabga tegib qolsa, kechini kunduzgi o'lmig'icha to'xtamaydi. Hamda 20-30 kun uda sharab ichib g'arq mas yuratdi. İşmegan vaqtlarda joy namozdan qo'pmay 20-30 kunlab ibodat qiladi. Xo'ja Abaydullo Ishon talay qitimlab nasihat qilibmi, uni sharafbozlikdan to'siyolmagan edi. Bugun Sulton Ahmad Mirzoning bazmi so'rinidan qo'pibla g'ayribxonasiga kelganligini, tiniqidan gupildab taravotgan sharob hidini his qilgan Ishon hazrat bu katta hukmdorga ancha iltifot ko'rsatmaslik bilan noroziligini ifodaladi. Ayrim ahvol so'ramadi. Bergen salmini soğuqlu ilik aldı. İşan pırının şarap işkenlikini bilip nasihat qilishidin, ayıplishdan ansirab turgan Sulton Ahmad Mirzo Samarqanddagi ordisiga qaytishga oldirab qolgan edi. Shu topda Toshkentga yurish uchun taxt bo'lib turgan necha tuman lashkar uning farmonini kutib turibdi. Samarqand atrofidagi yaqinroq bir sahroga o'g'i chiqsimi, Ishon pir bilan didorlashib olib, ondan yo'lga chiqishni odat qilgan Sulton Ahmad Mirzo o'sha odati bo'yicha Ishon qasriga oldirab kelgan edi. U pir buzurgning Toshkent yurishiga ijozat bermaydiganligini obdan biladi. Chunki Xo'ja Abaydullo Ishon bu aka-uka sultonlar o'rtasida jangi jidal bo'lishini faqatli qo'llamaydi. Shunga Ishonga bu qitimqi muddasi to'g'riliq eg'iz ochmadi.
Başqa vaqt bolğan bolsa, İşan bu katta hökümdarni oýlasydyky yoğan daşdy qaynap pişay dep qalğan şılandyn bir qaça iş küzmey hergiz yolga salmagan bolatdy. Amma Sultan Ahmet Xanның güpüldep şarap burap kelgenini görüp, qaytyp gitiş tälbige tekellüpsizli icazat berdi we arqysdan uz tutma çıkmadı. Yaratqan qudret egisi her bendisinin dilige özü insaf tevfik salgan. Dedi İşan Sultan Ahmet Mirza'nın arqısından qarğınıcı. Muhammed Haydar Mirza öten qonalğılarda at almaştırıp, toxtumay yol yürüp Samarqandga yetip kelgende, Sultan Ahmet Mirza sərkərdi leşkerlerini başlap, Samarqanddan allaqaçan çıkıp bolğan idi. Şunca aldırap meňip keçikip qapdyman. Tez yetip barman dep, udul çığır yollarını tanlap meňip, Sultan Ahmet Mirza bilen yolda uçuruşmy nesip bolmapdy. Ämdi Hoca Beydullah İşan Hazretinin dergahini tavap kılmay amal yok dep kılıdı. Belkim Ömer Şeyh Mirza'nın degenleri rastdır. Ol İşan Hazret bu yağının aldığını alalsı əcəb emas. O Samarqandda Sultan Ahmet Mirza'nın hamiyliqida yaşavatqan ögey oğlu Ömer Mirza bilen körüşüş xiyalını bir çekki qayırıp koyup, derhal şəhər sırtıdaki İşan qasırga qarab at saldı. Hürmetli anlıqçılar, bugün kitabını muş yergece okup yeray. Köңül koyup anlığınızlar rahmet, hayır hoş, aman boğaysızlar.